Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiya, nafaqa yoki boshqa ijtimoiy to'lov oladigan odamlar 1 iyulgacha nimalarni tekshirib, nimalarni qilib qo'yishi kerak. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga va yaqinlariga tegishli. Chunki ko'p hollarda pul yo'qolib ketmaydi, lekin vaqtida hujjat tekshirilmagani, karta muddati o'tib ketgani, pasport ma'lumoti yangilanmagani yoki ariza berilmagani sababli to'lov kechikadi, to'xtab qoladi yoki qayta tiklash uchun odam ovora bo'ladi. Men buni ekspert sifatida oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kimda muammo bo'lmaydi? Qaysi holatda bankka borish kerak? Qaysi holatda pensiya jamg'armasi yoki mahallaga murojaat qilish kerak? Videoni ho'zroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato bir oy yoki bir necha oy pulni vaqtida ola olmaslikka olib kelishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini odatdagidek olardi. Kimdir naqd pul ko'rinishida olgan, kimdir bank kartasiga olgan, kimdir farzandi orqali yechib olgan. Hujjatlarda kichik xato bo'lsa ham, ayrim hollarda tizim sekin ishlagani uchun odam darrov sezmasdi. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Yoki karta muddati tugagan, lekin pensioner baribir pensiya tushaveradi deb o'ylagan. Yoki odam boshqa manzilga ko'chgan, lekin pensiya ishda eski manzil turgan. Hozir esa to'lovlar tobora raqamli tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bank ma'lumotlari, shaxsiy hujjat ma'lumotlari, yashash joyi, nogironlik muddati, vafot etganlik bo'yicha yozuvlar, ishonchnoma muddati, karta egasi bilan pensiya oluvchi shaxsning mosligi, bularning hammasi avtomatik solishtirilishi mumkin. Bu aslida yaxshi narsa, chunki ortiqcha bürokratiya kamayadi. Soxta to'lovlar oldi olinadi, pul egasiga aniq yetib boradi. Lekin tizimdagi bitta mos kelmaslik pensioner uchun muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun 1 iyulgacha eng muhim vazifa hamma ma'lumotni tekshirib chiqish. Men bu yerda hamma pensioner albatta puldan ayriladi demayapman. Yo'q, ko'pchilikda hammasi joyida bo'ladi. Lekin xavf guruhiga kiradigan odamlar bor. Mana shu odamlar vaqtida harakat qilmasa, pensiya yoki nafaqa vaqtida tushmasligi, to'lov vaqtincha ushlanib qolishi, keyin esa hujjat ko'tarib yurishga majbur bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda bank kartasining muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lgan pensionerlar tekshirish kerak. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, kartada 0724, 0724 yoki 0725 deb yozilgan bo'lsa, bu karta qaysi oy va yilgacha ishlashini bildiradi. Agar bu karta muddati tugasa pensiya hisobga kelgan bo'lsa ham, siz bankomatdan yecha olmasligingiz, do'konda ishlata olmasligingiz yoki pul o'tkazmalarini amalga oshira olmasligingiz mumkin. Ayrim hollarda bank yangi karta chiqaradi, lekin pension uni olib ketmagani uchun pul eski hisobda turaveradi. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxonning kartasi iyun oyida tugaydi. U pensiya baribir tushadi deb yuradi. Iyul oyida dorixonaga boradi, karta ishlamaydi. Bankka borsa yangi karta tayyor. Lekin olish uchun shaxsiy hujjat kerak bo'ladi. Agar pasporti ham eski yoki ID karta ma'lumotlari bankda yangilanmagan bo'lsa, yana qo'shimcha tekshiruv boshlanadi. Natijada odam dori olish uchun farzandlardan qarz so'rashga majbur bo'ladi. Mana shuning oldini olish uchun kartani oldindan tekshirish kerak. Ikkinchi xavfli holat pasport yoki ID karta almashtirilgan. Lekin bankda va pensiya tizimida ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, ko'p odamlar pasport almashtirgandan keyin faqat yangi hujjatni olib qo'yadi, lekin bankdagi ma'lumot eski raqam bilan qolganini bilmaydi. Tizim shaxsni solishtirganda eski va yangi ma'lumotlar mos kelmasa, operatsiya to'xtashi yoki qo'shimcha tasdiqlash so'ralishi mumkin. Ayniqsa familiyasi, ismi, otasining ismi yozilishida bitta harf farqi bo'lsa ham muammo chiqishi mumkin. Masalan, hujjatda o'g'li deb yozilgan, bank bazasida esa o'g'li yoki o'g'li o'rniga boshqa ko'rinishda qolgan bo'lishi mumkin. Yoki pasportdagi tug'ilgan sana 1926 yil 2-mart. Bankda esa xatolik bilan 1926 yil 21-mart kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday xatolar pensiyaning aybi emas, lekin pul olishda aynan pensioner qiynaladi. Shuning uchun men har doim aytaman, bankka borib, mening shaxsiy ma'lumotlarim yangi hujjatim bo'yicha to'g'ri kiritilganmi deb so'rash kerak. 3-guruh, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi.
kasal, uzoq qishloqda yashaydi yoki banka bo'lishga qiynaladi. Shuning uchun farzandi kelin yoki boshqa qarindoshga ishonchnoma bergan bo'ladi. Bu normal holat. Lekin ishonchnomaning muddati bor. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pul olish mumkin emas. Ayrimlar oldin olaverardim-ku deb o'ylaydi. Lekin tizimda muddat tugagandan keyin bank xodimi pul bermasligi mumkin. Bu yerda hech kim bilan tortishish kerak emas, chunki bank ham qonun bo'yicha ishlaydi. Misol uchun, onaxon 2023 yil iyulda o'g'liga 1 yillik ishonchnoma bergan. U 2024 yil iyulgacha amal qiladi. Agar o'g'li iyuldan keyin pul olishga bo'lsa, hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya bor, pul bor, lekin yechib bo'lmaydi. Shuning uchun ishonchnoma bilan pul olayotgan oilalar 1 iyulgacha notarius yoki tegishli tartib orqali ishonchnoma muddatini tekshirib qo'yishi kerak. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz beriladi. Ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lishi mumkin. Odam buni bilmay qolsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjatlarni tiklab, qayta tasdiqlagandan so'ng pul qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu orada odam sarson bo'ladi. Ayniqsa dori-darmon, muolaja, yo'l xarajati bor odamlar uchun bu juda og'ir. 5-guruh xorijda yashab turgan yoki uzoq vaqt chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner doimiy yashash joyidan uzoqda bo'lsa, uning tirikligi, yashash manzili, hisob raqami va boshqa ma'lumotlari bo'yicha tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bunday holatda konsullik, notarial tasdiq, bank identifikatsiyasi yoki pensiya jamg'armasi talab qilgan boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Eng yomon xato, men chetdaman, keyin borib hal qilaman deb kutish. Chunki pul to'xtab qolsa, masofadan hal qilish qiyinlashadi. Agar sizning kartangiz muddat hali uzoq bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz yangi ma'lumot bilan bankda yangilangan bo'lsa, pensiya har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, ishonchnoma orqali emas, o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa va yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda jiddiy muammo bo'lmaydi. Lekin baribir bitta tekshiruv zarar qilmaydi. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Hech bo'lmaganda telefon orqali bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin bank bo'limiga borib, karta holatini so'rang. Agar mobil ilova ishlatsangiz, karta muddati, hisob raqam, kirimlar va blok holatini tekshiring. Agar o'zingiz ilovadan foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki nabirangiz yordam bersin. Lekin hech qachon karta parolini, SMS kodini yoki PIN kodini begona odamga aytmang. Hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odamga ham aytmang. Eng katta xatolardan biri SMS xabarlarga e'tibor bermaslik. Bank yoki davlat idorasidan kelgan rasmiy xabar bo'lishi mumkin. Lekin firibgarlar ham shunga o'xshash xabar yuborishi mumkin. Shuning uchun xabardagi havolaga bosishdan oldin ehtiyot bo'ling. Agar xabarda kartangiz blok bo'ladi, pensiyangiz to'xtaydi, pulni saqlab qolish uchun kod yuboring desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli yuqori. Rasmiy idoralar sizdan SMS kod, karta raqami, CVV kod yoki PIN kod so'ramaydi. Ikkinchi xato, pulni faqat bitta karta orqali olish va zaxira yo'lini bilmaslik. Agar karta yo'qolsa, sinib qolsa yoki bloklansa, pensioner nima qilishni bilmay qoladi. Aslida bankka borib kartani qayta chiqarish, hisob raqamini tekshirish, kerak bo'lsa yangi karta ochish mumkin. Muhimi, pul karta ichida emas, bank hisobida turadi. Karta faqat puldan foydalanish vositasi. Lekin karta blok bo'lsa, odam pulim yo'qoldi deb qo'rqadi. Yo'q. Pul yo'qolmaydi, lekin foydalanish kechikadi. 3-xato. Pensiya miqdori o'zgarganini tekshirmaslik. Ba'zan odam kutgandan kam pul tushadi. Sababi turlicha bo'lishi mumkin. Oldingi qarzdorlik ushlangan bo'lishi, bank komissiyasi bo'lishi, qayta hisob-kitob bo'lishi, nafaqa turi o'zgargan bo'lishi yoki hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda darhol vahima qilmasdan bankdan kirim chiqib ko'chirmasini oling. Keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitob izohini so'rang. Nega kam tushdi degan savol og'zaki emas, hujjat bilan aniqlanadi. 4-xato, qarindoshga haddan tashqari ishonib, hamma hujjatni unga topshirib qo'yish. Men hamma qarindoshlar yomon demayman. Aksincha, ko'pchilik farzandlar ota-onasiga yordam beradi, lekin amaliyotda shunday holatlar ham bo'ladi. Karta farzanda, PIN kod farzanda, SMS keladigan telefon ham farzanda. Pensioner esa qancha pul tushganini bilmaydi. Bu xavfli. Pensioner o'z pulining egasi.
Agar o'zi yura olmasa ham har oy qancha tushganini, qancha yechilganini bilishi kerak. 5-xato manzil o'zgarganini bildirmaslik. Pensioni boshqa tumanga ko'chgan bo'lishi mumkin. Masalan, qishloqdagi uyini sotib, shahardagi farzandi bilan yashay boshlagan. Lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan. Ba'zi xabarnomalar, chaqiruvlar, tekshiruvlar yoki ariza javoblari eski manzilga ketishi mumkin. Keyin odam menga hech kim aytmadi deydi. Shuning uchun doimiy yashash joyi o'zgargan bo'lsa, tegishli idoralarda ma'lumotni yangilash kerak. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini qarang. Agar iyul yoki yaqin oylar ko'rsatilgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Bank xodimiga aniq ayting. Men pensiya olaman. Kartam muddati tugayaptimi? Yangi karta kerakmi? Hisob raqamim faolmi? Agar karta almashtirilsa, yangi karta qaysi hisobga ulanganini va pensiya aynan shu hisobga tushishini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni solishtiring. Pasport yoki ID kartadagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bank ma'lumotlari bilan bir xil bo'lishi kerak. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, bankda nusxasi yangilangan bo'lsin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan, ayol kishi turmushdan keyin yoki boshqa sabab bilan familiyasini almashtirgan bo'lsa, bu ma'lumot pensiya hujjatlarida ham aks etishi kerak. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya ishingiz holatini so'rang. Ayniqsa pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa, qayta hisob-kitob bo'lgan bo'lsa, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirgan bo'lsangiz yoki ilgari kam hisoblangan deb o'ylasangiz, bu juda muhim. Siz mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan, qo'shimcha hujjat kerak emasmi, to'lovda cheklov yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. 4-qadam. Nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlarini tekshiring. Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi muddatsizmi yoki ma'lum muddatgami, shuni biling. Agar muddat tugashiga yaqin bo'lsa, qayta ko'rikka yozilish tartibini oldindan boshlang. Oxirgi kunga qoldirmang. Chunki shifokor ko'rigi, tahlillar, yo'llanmalar vaqt oladi. Bir kunda hammasi bitmasligi mumkin. 5-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani o'zingiz emas, boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma qachongacha amal qilishini ko'ring. Notarial hujjatda sanab bo'ladi. Agar muddat yaqin bo'lsa, uni yangilash kerak. Lekin shu bilan birga pensionerning roziligi va xabardorligi muhim. Pensiya oluvchi odam qancha pul tushayotganini va kim yechayotganini bilishi shart. 6-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Ko'pchilik buni arzimas narsa deb o'ylaydi. Lekin bank SMSlari, tasdiqlash kodlari, ogohlantirishlar eski raqamga ketayotgan bo'lsa, siz muhim xabarni ko'rmaysiz. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankka borib yangilang. Pensiya va davlat xizmatlari bilan bog'liq tizimlarda ham faol raqam bo'lishi yaxshi. 7-qadam, hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank karta rekvizitlari. Ishonchnoma, nogironlik xulosasi, mehnat daftarchasi yoki stajga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, bularni tartib bilan saqlang. Hujjat kerak bo'lganda odam uyda qidirib, asabiylashib yurmaydi. Birinchi misol, 7-2 yoshli onaxon pensiyasini kartaga oladi. Kartaning muddati iyun oxirida tugaydi. U buni bilmaydi, chunki kartadagi raqamlarni ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Iyulda pensiya tushadi, lekin karta ishlamaydi. Onaxon bankka boradi. Bank yangi karta beradi, lekin u 2 marta qatnaydi, navbatda turadi, yo'lga pul sarflaydi. Agar nabirasi iyun oyida kartani tekshirganida, bu muammo oldindan hal bo'lardi. Ikkinchi misol. Otaxon pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankka bormagan. Bank bazasida eski pasport ma'lumoti turibdi. Karta blok bo'lmaydi, lekin katta operatsiya qilmoqchi bo'lganda qo'shimcha identifikatsiya so'raladi. Otaxon asabiylashadi. Nega mening pulimni bermayapsiz deydi. Aslida bank pulni ushlab qolayotgani yo'q, faqat shaxsni tasdiqlayapti. Hujjat yangilansa muammo kamayadi. 3-misol. Nogironlik nafaqasi oladigan odamning tibbiy xulosasi 3-iyunda tugaydi. U qayta ko'rikka avgustda boradi. Shu orada to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin qayta tiklansa ham u 2 oy davomida qarzga yashaydi. Dori-darmon xarajatlari kechikadi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan oldin oilaviy shifokor, poliklinika va tegishli komissiya tartibini aniqlash. 4-misol. Pensioner o'g'liga ishonchnoma bergan. Lekin ishonchnoma muddati tugagan.
O'g'li bankka boradi, pul berilmaydi. U bank xodimiga jahli chiqadi. Lekin bank xodimi noto'g'ri qilmayapti. Muddati tugagan hujjat bilan pul berilsa, keyin bank javobgar bo'ladi. Demak, muammo bankda emas, hujjat muddatida. 5-misol. Onaxon kartasini qo'shnisiga beradi, pul tushganini ko'rib bering deydi. Qo'shni yaxshi odam bo'lishi mumkin, lekin bu baribir xavf. Karta raqami, SMS kod, PIN kod begona odam qo'liga tushsa, pul yechilib ketishi mumkin. Keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men qat'iy aytaman, karta va kodlar shaxsiy narsa. Yordam kerak bo'lsa, faqat ishonchli yaqin qarindosh va imkon qadar pensionerning o'zi nazorat qilgan holda yordam bersin. Bankka borganingizda faqat og'zaki gaplashib chiqib ketmang. Sizga kerakli ma'lumotlarni yozib oling. Karta muddati qachongacha? Yangi karta qachon tayyor bo'ladi? Yangi karta qachon tayyor bo'ladi? Pensiya qaysi hisob raqamga tushadi? Telefon raqamingiz qaysi raqamga ulangan? Karta bloklanganmi yoki yo'qmi? Agar muammo bo'lsa, ariza raqamini so'rang. Pensiya bo'limiga borganingizda ham savollarni oldindan tayyorlab boring. Mening pensiyam to'lada to'xtatish xavfi bormi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Ma'lumotlarim to'g'rimi? Nogironlik yoki imtiyoz muddati qachongacha? Agar karta almashtirsam, sizlarga xabar berishim kerakmi? Kabi savollarni bering. Har bir javobni tushunmaguningizcha so'rashdan uyalmang. Bu sizning pulingiz, sizning huquqingiz. Agar ariza yozish kerak bo'lsa, arizada aniq yozing. Pensiya to'lovlarim uzluksiz davom etishi uchun shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki bank karta rekvizitlarim o'zgargani sababli pensiya to'lovini yangi hisob raqamga yo'naltirishni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni va hujjat ma'lumotlaringizni to'g'ri yozing. Ariza nusxasini yoki qabul qilinganligi haqida tasdiqni saqlab qo'ying. Hech kim sizga telefon qilib pensiyangiz kuyib ketmasligi uchun karta raqamingizni ayting. 1 iyulgacha SMS kodini aytmasangiz pulingiz yo'qoladi. Biz davlat idorasidanmiz, kartangizni tekshiryapmiz desa, ishonmang. Bu firibgarlarning eng ko'p ishlatadigan usuli. Davlat idorasi yoki bank sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank bo'limiga boring. Yana bir muhim nuqta. Agar pensiya vaqtida tushmasa, birinchi kuni vahima qilmang. Ba'zan texnik kechikish bo'lishi mumkin. Lekin 2 ish kuni ichida tushmasa, bankdan hisob ko'chirmasini oling va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Pul tushganmi, bankda ushlanib qolganmi yoki pensiya tomonidan yuborilmaganmi? Buni aniqlash kerak. Sabab aniqlanmasa, to'g'ri yechim ham topilmaydi. Demak, azizlar, 1 iyulgacha eng muhim ishlar quyidagilar. Bank kartangiz muddati va holatini tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlarini yangilang. Ishonchnoma muddatini ko'ring. Nogironlik yoki imtiyoz hujjatlarini nazorat qiling. Telefon raqamingiz va yashash manzilingiz to'g'ri ekanini aniqlang. Barcha hujjatlarni tartibga keltiring. Bular oddiy ishda ko'rinadi. Lekin aynan shu oddiy tekshiruvlar pensiya kechikishi, karta bloklanishi yoki pulni vaqtida ola olmaslikning oldini oladi. Men sizga vahima qilishni emas, oldindan tayyor bo'lishni maslahat beraman. Pulni yo'qotmaslikning eng yaxshi yo'li hujjatni, kartani va ma'lumotni vaqtida tekshirish. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa yoki qaysidir savolga aniqlik kerak bo'lsa, izohlarda yozing. Men eng ko'p berilgan savollar bo'yicha alohida tushuntirish tayyorlayman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz va barcha pensioner tanishlaringizga yuboring.